Assalomu alaykum. Mana 200 litrli solnish panelni firma Tanso o'rnatdik. Ikkita. Mana bu apparatimiz bor, uni ispat ochamiz. Mana kransheynlari liska отдельно svarkalab qo'yganmiz. Bu plashatka yurishga, montajga, ekspluatatsiyaga 10 tadan ikkita 20 ta 40 ta общий kolbochka bo'lyapti mana. Podacha apparatka. Podachasi. Bu sous yomkisi uchun qiluvdik, o'zgardi. Mana bu yerda podachamiz bo'lyapti, воздухозабрасник, rakor, o'tib ketadi 1 dyum razmeri o'ziniki. Orqada mana metal konstruksiya o'zimiz qotirdik, mashina bo'lishi, alyumin profilli lis. Mana orqa montaji. Bir-biriga mana shaydininglar, rakor 1 dyumli, mufta, limiter kas, waterprolar. Mana qo'lda ushlasa o'zi issiq. Havo bulut ishlashni boshlayapti, lekin hali ichida hech narsa yo'q. Mana apparatkamiz. Kas ventilli, 1 dyum traynik. Rabakal apparatkamiz. Mana общий vidda shunaqa ko'rinish bo'lyapti.